Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi xonadonimizga spalni garniturlarini ustanovkalar qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, tosh oynasi o'zini ko'rish uchun ikkita chiroyli minimalizm usulidagi tumbalari hamda ko'rib turganingiz ajoyib kravat. Bu yoqqa shkaflarni qo'yib berdik. Shkaflarini ichlarini ochib ko'rsatadigan bo'lsam, hop. Turba qo'yganmiz tepaga, undan tepasiga andirsol, ortiqcha kiyimlar o'tda turadi. Bu yoqqa veshilkali kiyimlar hamda pastiga ichki kiyimlar solish uchun katta tortmalar qilib berganmiz. Hammasi outside mexanizmda o'rnatilgan. Bu tomonlariga mana shunaqa qilib polka qilib berganmiz hamda uzun kiyimlar uchun veshilka qo'yib berganmiz. Bu spalnimizga tremolari hamda shkaflari sig'maganligi hisobiga tremolarini bittasini bu yoqqa ustanovka qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Stulchiklarini ham ochiladigan samdurlik. Qolganlari mana mexanizmlari outside mexanizm bo'lgan. Davchiga o'zi tortib oladi. Hop. Bundan tashqari shkafimizning yana bitta qismini boshqa xonalarga qo'yib berganmiz. U yoq xonalarga sig'magani uchun. Hop, bunda ham bir tomoniga uzun kiyimlar, bitta tomoniga seyf qilib berganmiz. Dokumentlar, pullarni saqlaydigan qilib. Qolgan joylari polka. Va hamda bu spalni garniturimizda eng menga yoqqan joyi tumbalarga mana shunaqa sekretniy tortma qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu ko'rinishda ochilib yopiladi. Hamda u tomonida bor. Ozgina chang bork ishlari qolgan. Hali endi tugatdik ishimizni. Kimga shunaqa zamonaviy ko'rinishdagi mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Fayzli mebellar jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat e'tiboringiz uchun.